Hurmatli tomoshabinlar, yurtdoshlar, xush kelibsizlar Davlat muzey qo'riqxonasiga. Bugun juda katta tantana. Bugun Qirg'iziston Respublikasi, Qirg'iz Respublikasini Osh shahrida joylashgan Suleymanto'y arxeologik tarixiy muzey kompleksini ko'chma ko'rgazmasini Shahrisabzga ochilishiga erishdik. Bu ko'rgazmani tashkil qilish uchun Qirg'izistondan juda ko'plab mehmonlarimiz kelgan. Nihoyatda katta mehnat bo'lgan. Bu ko'rgazma juda mashhur ko'rgazma. Bizni baxtimizga mana Sultonbek aka bizni taklif qilgandilar Qirg'izistonga. Biz shu yil yozda Qirg'izistonga Osh shahrida, O'zgan shahrida, keyin Issiqko'l viloyatidagi ko'plab muzeylar bor. O'sha muzeylarda bordik, muzeylarda ko'rdik. Haqiqatan ham muzey jamiyat uchun eng muhim narsa ekanligini guvohi bo'ldik va iltimos qilgandik. Bizga ham shu ko'rgazmalaringizni tashkil qilsangiz deb iltimos qilgandik. Bu kishilar jonli qabul qilishdi. Mana shu ko'rgazmaga xush kelibsizlar. Hozir ochilish marosimini qilamiz, lekin ozginagina gapirib bermoqchi edim. Bu Suleymanto'y deb atalishining sababi o'sha Suleymon payg'ambari bilan bog'liq. Suleymon payg'ambarning u yerda g'ori mavjud, juda katta. Endi u kishi payg'ambar bo'lgan, o'zlaringiz bilasizlar, yaqin sharqda u kishi yashagan, lekin u kishi shamolli, bunaqa harakatli payg'ambar edi. U kishi bir vaqt o'ziga ham Hindistonda, ham Qirg'izistonda, ham O'zbekistonda yoki yaqin sharqda bir vaqt o'ziga yetib bora oladigan qobiliyatga ega bo'lgan payg'ambarlardan biri. Ana shu kishining nomi bilan bu hudud ataladi. Men hozir ozginagina shu haqda gapirib berish uchun Suleymanto'y muzey kompleksini bosh direktori Sultonbek og'aga so'z bermoqchiman. Marhamat Sultonbek aka. Çok rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli uşul Shahrisabzlik bir tuğandar, hurmatli gelecektin eğileri olgan yaşlarımız. Bu Nabijan aka aytib жатқан ma'lumotlar, aytılып жатқан ma'lumotlardan biri mingden biri desek жаңылышпайбыз. Men dagı толық бұл жөнүндө маалыматты жеткире албашым мүмкүн. Ошон үчүн мен бардык ушул жерде турган замандаштарыбызды, кесиптештерибизди, ошондой эле мына келечектин ээлери болгон жаштарыбыздын бардыгын өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен барып Оштун ичинде Сулеймантойну көрүп, суктанып, ошол жердин тарыхын өзүңүздөр көрүп келиңиздер деп мен чакырып кетмекчимин. Ошко келиңиздер, Сулеймантойну көрүңүздөр. Биздин мамлекеттерибиздин ортосундагы ынтымакчылык азыр Кудайга шүгүр. Ушул жерге биз Сулеймантойй музей комплексинин Сулеймантойй бүткүл дүйнөлүк мурас объектиси деген көргөзмөнү коюп жатканыбыз биз үчүн чоң сыймык. Ели журтубузда тынччылык болсун, ынтымакчылык болсун, биримдик болсун. Мамлекеттерибизде ынтымакчылык, биримдик болсун. Мамлекет башчыларыбызда ушу жол көрсөткөн жакшылыктары көп болсун. Ошол көп жакшылыктарда ели журтубуз бири-бири менен карым катышта болуп, мазары бир элдер, келечекте дагы жаштарыбыз ушул биздин бүгүн баштап жаткан жолубузду улап кетишсин деп мен Аллахтан тилеп кетем. Бүгүнкү майрамыңыздар менен бул жерде биздин Shahrisabz музей комплексинин сулуу кыздары Сулеймантойй жөнүндө, Ош жөнүндө кеңири маалыматтарды алар өздөрү берет деп ойлойм. Майрамыңыздар менен чоң рахмат. Rahmat. O'rta Osiyoning, Markaziy Osiyoning eng jannat makon joylaridan biri Issiqko'l viloyati hisoblanadi. Hozirgi Qirg'iziston prezidenti ham aynan Issiqko'ldan mehmon kelgan. Issiqko'ldan to Oshgacha yetib kelishga 1000 kilometr. Keyin bu kishi Xivaga borib keldi, yana 1000 kilometr. Qaytib keldilar, 3000 kilometr yurib, Murat og'a sizlar bilan bir uchrashay, shu ko'rgazmada qatnashay deb kelganlar. So'zni Murat og'aga beraman, Issiqko'lni eng hurmatli muzeyini rahbari. Marhamat, Murat og'a. Rahmat, hurmatli bir tuğanlar. Men O'zbekistonga birinchi kelishim. O'zbek Respublikasi жақсы өнүгүп бараттыр.
Bizden aldıdasınlar. Men bunu gördüm. İslam Abduganyevичке çoğun rahmat. Azırkı prezidentlerge dağı çoğun rahmat. Oşol prezidentlerin sıylap işte okuvatkan Özbek eline rahmat. Oşon için önü bu atasınlar. Özüngörden samolyot çıkarttıken, avto çıkarttıken, poyezdin vagonları çıkarttıken, ekonomik ayavay jogorken. Anan en jakşı jeri meni tanıbasaňardaky göçödön uşunday baldar kızlar çıkıp maga salam aytıp atıştı. Salam aleykum. Ben uşunça razı oldum. Значит, Özbek eli özünün kanına singen ata saltını unutpaptır. Sizlerge rahmat baldar. Sizlerday baldar kızlar gelip salam berip attı. Bu özü jakşınakay nerse. Anan hiç kaçan tarihti unutpagıla. Bugünkü gün erten tarih bolup kalat. Bilesiňer bir gezde Nokia degen telefon var emes bile. Hazır tappay kaldılar, yok. Al uje tarih bolup kaldı. Oşonduktan tarihti sıylagıla. Dadaňardın, çoň dadaňardın çamadanını açıkla. Oşonda sonun buyumlar var. Oşoları taap gelip muzeye götkörgüle. Mına oşonda tarih bolat. Barıňızlarga aýabay çoň rahmat. Kırgız eli menen Özbek eli eçaktan var ömür boyu bir tugan bolup kelgen. Intmakta önügölü. Istık gölge gelgile bizdin ısık gölge. Mamınday jeri, yaratılış en sonun. Kuçak jayıp tozup alabız. Men özüm ele tozup alam. Jakşılık bolsun Nabi aka, üke sizge çoň rahmat. Uşul muzeydi göçürüp alıp gelip Özbek eline tanıp atkan Sultan aka sizge rahmat. Muhtaram prezidentlarimizga ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovichga, shu jumladan Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarovga minnatdorchiligimizni yetkazasizlar. Bizni bir xalq qilib birlashtirib, muammolarimizni hal qilib berganliklari uchun. Tabriklash uchun Samarqand davlat muzey qo'riqxonasini bosh direktori Samar akamiz kelganlar. Bu kishi ham Qirg'izistonga bir necha marta borib kelganlar. Qirg'iz mehmonlarimiz kelganiga Samaraga Samarqanddan uchib keldilar. Marhamat, Samar aka, so'z sizga. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirimiz qatnashchilari, assalomu alaykum. Tadbir tashkilotchilari, Navaka, Sulton aka, sizlarga rahmat. Endi Sulton akada bir xususiyat borki, mana yuqorida ta'kidlab o'tdilar, shu ikki xalqning madaniyatini bir-biriga ko'rsatadi. Bu ko'rgazma bugun sizlarga Sharshabda kelgani yo'q. Bu ko'rgazmani O'zbekistonga kirib kelganiga 2 yil bo'ldi. To'g'ri, o'rtada haligi ozgina pandemiya degan bir padarnalar paydo bo'lib qoldi-yu, biz ancha kechikib ketdik, lekin bu kishi ko'pgina muzeylarda, ko'pgina shu tashkilotlarda mana shu ko'rgazmani tashkil qilaman. O'zbek, Qirg'iz madaniyatini bir-birimizga ko'rsatamiz degan bir niyat bilan kelgandilar. Mana shu niyatlarga erishyaptilar. Hozir mana bu ko'rgazma Sharshabga yetib keldi. Endi biz haqiqatda yuqoriga aytdilar bir forumda Qirg'izistonga qatnashdik. To o'sha Issiqko'l atrofidagi o'sha muzeylarda hayotini ko'rib keldik. Murod og'a bilan o'sha yerga biz oshna og'ayni bo'ldik, tanishdik. Endi muzeylarga kirib ko'rgan paytda men shunday bir xulosa qildimki, biz bitta xalqmiz. U Qirg'iz, Turkman, Tojik, O'zbek deb ajratish keyingi bir siyosiy geopolitikaning siyosati bo'lgan. Biz madaniyat bir xil. Mana Qirg'izistonga borib o'sha muzeylarni tomosha qiling, O'zbekiston muzeylarini tomosha qiling, Qirg'izistonga, Qozog'istonga o'ting, bir xil madaniyat. O'sha ota bog'larimizning madaniyati bor. Otashparastlik dini muzeylarida qo'yilgan. Buddizm bor. O'sha o'zimizning Surxondaryo, Qashqadaryodagi buddaviylik madaniyatiga xos materiallar bor. Keyingi islom davriga o'taylik, bir xil qoraxoniylar endi o'zimizniki. Bir xil, uni ajrata olmaysiz. Buni Qirg'izniki, bu O'zbekniki deb. Mana shu narsalarni guvohi bo'lib keldik. Shu maqsadda Sulton aka ham mana bir ko'rsatay, ko'ringlar. Biz bitta elmiz, bitta xalqmiz, Turkiy qavmimiz degan niyatda mana shu ko'rgazmani tashkil qildilar. To'g'ri, hammada ham imkoniyati yo'q. Borib Sulaymon tog'
o'sha muzeylarni tomosha qilishga. Lekin ozgina bo'lsa ham tushuncha paydo bo'lsin deb, shuncha joydan mana boya Nabjon aytdilar, qarib 3000 kilometr yurib, mana shu narsani shega olib keldilar. Bularga ta'zim qilamiz. Salomat bo'lsinlar, ishlariga omad. Hammaga rahmat. Ming rahmat. Sulaymantov UNESCOning umuminsoniy qadriyatlar ro'yxatiga kirgan 2009-yilda. Haqiqatdan ham arziydi. U ham tabiiy jihatdan, ham madaniy jihatdan ko'rgazma aynan shunga bag'ishlangan. Hammalaringizni taklif qilamiz. Ungacha ruxsatlaringiz bilan o'sha o'zbekona urf-odatimiz bo'yicha 3000 kilometr yo'l yurib, shu Shahrisabz xalqiga, o'zbek xalqiga o'zimizning madaniyatimizni bir tanishtiraylik deb kelganlar uchun bir arzimas sovg'amiz bor edi. Shu sovg'amizni topshirishga ruxsat bersalaringiz. Hurmatli zamandaşlar, bu yerde ulu küçüğü yok, bardığımız zamandaşımız. Munavu kamçı, kadimki Amir Temir babamız kolunda alıp yürgen, bunu örme kamçı deydi, elik sap kamçı. Bunu mırzalardan mırzası, batırlardan batırı, xandardan xandarı kötürüp yürgen kamçı. Nabijan, siz dünyani düngüretken Amir Temir babamızdan tarixin kötürüp durgan muzeydin jetekçisiz. Oşan için kolunuzdan kamçı düşmesin, başınızdan kalpak düşmesin. Ben bir oğuz bayanki sözümün ispatını aytmoqchiman-da. Kim Qirg'iz, kim o'zbek aytinglarchi? Ha? Nabi 100% Qirg'iz. Sulton aka mana o'zimizni o'zbeklarga o'xshab qoldi. Mana bu men yuqoriga aytgan o'sha ikki xatning birligi, o'xshashligi. Большое значение не только сама гора имеет 5 вершин.